بها Assalomu alaykum. Bayovondagi, Marvoyid shahar Qarmaydagi aziz qarindoshlarimiz, hurmatli Mashrab akli, Kamina Mirshabdan har qaysilarga oliy ehtirom. Assalomu alaykum. Xizr sifat atila, farishta sifat anila. İşləp çıxırışның aldınғы sipida japaliq ishlayotgan mehnatkash qarindoshlar, riyosatchi qizinglar, hamshiranglar Mahira Abdug'aniydan hammanglarga seg'inishliq salom. Mana bu shunda zimin sut uyqudan o'yg'ongan. Tabiat bahar liboslariga to'yingan xo'shallik damlarda Mashrabning gulchiyi qo'ldan qo'lga o'tib, azizani yut Qarmayga nisib bo'lgandan faxrlanamiz, ham shundaqla xush bo'lamiz. Mana biz bugün izgi tilaklarimiz bilan Jo'ng'ardagi Marvoyid makan Qarmayga sog'-salomat yetib keldik. Mashrab dasturxon silib, avomni atrofimizga jam qildik. Maqsadimiz Qarmaydagi qarindoshlarimiz bilan didor muloqot bo'lish. 60 yildan buyangi yangi hikoyalarni o'zaro so'zlash ham ekran orqali barcha avomga yetkazishdir. Unda bo'lsa, bugungi mashrabimizning 25 ni bir e'lon qilsangiz, ijozatni so'rab, mashrabimizni boshlab olsak qanday? Balan gap Mirshab hocam. Bizning bugungi mashrabimizning hurmatli yigit-beshi bo'lsa, o'zining tetimliq asarlari bilan neftchilik adabiyotida, jumladan Uyg'ur adabiyotida o'zgacha rol o'ynab kelayotgan neftchilik adabiyotining taraqqiyot uchun un-tinsiz tirishayotgan, izlanayotgan Qarmay Yozuvchilar jamiyatining muavin raisi, Maybulaq jurnalining muavin bosh muharriri Osman Qavul aka bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli Mirshab riyosatchi, qarmag'aysizlar. Aziz yurtimiz Qarmaydagi 400 mingdan ortiq har millat ommasi vakolatan bahar kunlarining mushundaq go'zal fayz paytida shahrimizga xosiyatli gulchoyni elib kelganliginglarni qizg'in qarshi olaman ham sizlarning qadaminglarga omad tilayman. Mirshab, Xo'sh, bizningki mashrabga tayyorlangan tayyorliklarimiz ko'ngildagidek bo'ptimi? Barakallah yigit-beshi. Bugungi mana bu shunday qutlug' kunlarda bizningki Abdum rayonidagi san'atkorlarimizmi mana bu shu Qaramay diyoridagi qutlug' mashrabga esil nomerlarni tayyorlagan bo'lsa, mana shu Qaramay diyoridagi bizningki qarindoshlarimiz o'zininki vaqt aldirashchiligi bo'lsa-mu, yana shu yurtning to'yi uchun esil nomerlarni tayyorlabdi. Agarda qo'shilsangiz, ijozat bersangiz, mashrabimizni boshlab olgan bo'lsak. Abdum rayonimiz qurilganligining 60 yilligi, shundaqla Qarmay neftligi charlab o'zlashtirilganligining 60 yilligiga bag'ishlab uyushtirilgan Maybulaqdagi mashrab hozir boshlansin. Rahmat, bejandil o'rindaymiz. Qani, mashrab boshlan!
odam oyga besilmagan bu cho'l bayovan zimin necha avlod qarmayliqlarning tirishchanligi bilan mana bugungi kunda boy, bayashat, gullangan neft bazasiga aylandi. Shunaq, ko'rib turibdik mana qaramayliqlarning izdinish ro'yi, tirishchanlik ro'yi, ijodkor ro'yi hammamizning dilini suyundirdi. 1955-yili 8 millatdan tarkib topgan 30 nafar neft ishchisi Qarmaydan iborat bu xislatli ziminga kelib tunji qatim birinchi nomerlik neft qudug'ini qazgan edi. 60 yildan buyon Qarmaydagi har millat xalq ommasi mo'rini mo'riga tirab tirishchanlik ko'rsatish orqali bugungi kunda mana dunyoga tunilgan go'zal Marvoyat Qarmay shahrini qurib chiqdik. Hürmetlik riyasetçi, yukarıda körüp ötken nepitligimizin aldığın saplarında işleyatkan işçi hizmetçilerimizin uruluşudaki numaralarını körüp qandaq təsiratlı geldiniz? Ma'lum bo'lgan hurmatli yigitbeshi, yuqorqi naqshni anglab ko'rgandan keyin shuni his qildimki, sahnadagi yoshlarimiz ko'zimga go'yo gulxan bo'lib ko'rindi. Biz ichimizda neftdagi ishchilarimizga asin aytdik, ofirin o'qidik. Tiz tükmegen cevri cepağı
Əməl qilib əhdu vafağa Tüz pükmügən cəvri cəfağa Əməl qilib əhdu vafağa Beş balını qatqan qatarğa Məzmut qurğan buvamğa rəhmət Beş balını qatqan qatarğa Məzmut qurğan buvamğa rəhmət Beşt çölünün bağrını gizib El işqıda məşəldək yeni Beşt çölünün bağrını gizib El işqıda məşəldək yeni Xulumğan durar rəfqini Polat qalqan buvamğa rəhmət Xulumğan durar rəfqini Polat qalqan buvamğa rəhmət Çöller gülistan Qancha yolsaq tügümez dastan Chehrimizdan tebjiraydi qan Mehri osmon buvamga rahmat Mehri osmon buvamga rahmat Ruhimizni Gördüm tağlardım Hidleriniz kiler bağlardım Ruhimizni gördüm tağlardım Hidleriniz kiler bağlardım Süyinimen kıran çağlardım Bağrı gülgan buvamga rahmat Süyinimen Qıran çağlardan Bağrı gülxan buvamğa rəhmət Salimatlıq buvamğa rəhmət Nemçikin tap içide xuluq keldi, ay keldi. Yüreklerini güldürüp meşrep kızı gül keldi. Şundaq, bizning o'zimizga xos bo'lgan kiyim-kechaklarimiz bakmi chiroyli. Bu kiyim-kechaklarimiz onalarimizdan bizga miros qolgan. Ajdodlardan bizga miros bo'lgan kiyim-kechak madaniyatimizni asrash, uni o'z bedi avlodlarimizga yetkazish bizning mas'uliyatimiz. Yarashqan o'ziga ajab badam kiygan shu badam do'ppon Yarashqan o'ziga ajab badam kiygan shu badam do'ppon Bo'yun qisib yurmasa deyman Onam suygan u chiman do'ppon Bo'yun qisib yurmasa deyman Anam suygan u chiman do'ppon Anam suygan u chiman Jilva qilgan shoyatmasdan Onalarning aqli g'ururi Jilva qilgan shoyatlar
Assalomu alaykum. Alayhisselam. Kelinglar Samitxon, kelinglar. Qanday turdinglar, Mehmet? Balam. O'zingizchi? Yaxshi. Ha, Ha, kelinglar. Allah, ya Allah, Mehmet Akın. Bu 30 neçə yil gezxanda ishlab, yana mushu gezni qo'linglardan tushirmaydi ekansizlar. O'qinglar. Men Hindiston degan yerda ajoyib ishlar bo'ldi ekan deyman. Bu yerda bor qaranglar. Mushu qizi bola, o'g'il tarafga qiz mili deb bir muncha ustaklarni berib, qizini yotib qildi ekan deysiz-a? Ey Samitxon, sizning mayliga kanji o'g'linglar Hindistonga chiqib uy o'choqli qo'yib kirsa, xililib pishtilib qolgan aksizmi? Ulan qaranglar, Mehmet Akın. Mening ikki talla o'g'lim bor. Agar siz shu Hindistonda bo'lib qolgan bo'lsanglar, 5 qizinglarni agivakchi nima kun ko'rdinglar? To'danglar. Gap yoqinglar misa. Danglar. Gap yandama. Ay, nima satchilik bu? Ha? Bu to'y qilganga 4 kun bo'lmay, Nag'ir Sunayni ko'chaga chiqdikmi? Voy, men buni desam atada. Akşam idarada bilan birdam yerimdan o'tirib qo'ysam, shu ishni tagab. Tova. Yerim kechida uy kirgan hisoblamaydi, uy kirib elib askili qilib buni at degan. Chapa tatib yetib chiqsam, uxlab olgan kechki men bozor qilib yandanasib oldimmi? Qizim, sizmi ko'nglingizga aman. Men yo'ldishingizga biz nasihat qildi. Tushum bo'lib qapti, uy kirib, tamoqning tayyorligini qilmabsiz. Bunda ko'ch qo'yiladi, jidallashib yursangiz satdimman-da. Kirkitan qizim, kirkitan, uy kirkitan. Menga bo'ldi. Yig'lama, menga. Hay, Umidjon. Ma ishing ras qamlashmabdi jumasini. Shu emasmi bola? Bu xotin deganda urib tillab uy tutmaymiz. Bunda siylab, siypab, erkiltib uy tutamiz, balam. To'g'ri. Kelam bolam. Bayam kelin bolasini yerim kishida kelib, tamoq atkizdi. Tamoq pishgan uxlab oldi deydi-ku. Ashta birisi bo'lgan deydi. Balla. Men qara, men mushuninga o'xshash ishdan birini sana deb beray. Men malimizda birisi bo'ldigan degan. Xuddi sana o'xshash uy kelib, xotiniga uni at, buni at deb avara qildi ekan. O mazlum boshda erining degani bo'yicha bir ikki qitim suiqash etib kirsa, eri uxlab olgan. Shuningdan boshlab qarab olam, o ayolmi eri kelib suiqash desa, bo'ladi deb tik iliqi boshqa nima kirib, quruq dushiga pichoq chaydoni to'xtatmay takrashib uraverdi ekan. Erimi buni anglab, ayolim suiqash etyapti deb xotirjam quruq xayolni qilib uxlab qoldi ekan degan. Ayoli chiqib, yo'ldishining uxlab qolganini ko'rib, o ayolmi g'ippidak kirib uyqusini uxlaverdi ekan emasmi? Mana bu qara bolam anda qazonga mandaq chumesh degan mana mushida. Qanday dedim Samitxon? Bak obdan dillar Mehmetxon. Voy, bu yapma gapga ajab ustob ketibdi-ku. Mening bir birodarim bo'ldigan. Yaqin etimiz bu birodarimiz bilan-ku. Bu birodarim o'zining bir yaqin do'stining to'yini qilish uchun yurtga berib bordi-ku bular bir yili. Shu yurtga berib, birodarim qarasa, eliq do'sti oldigan qiz ol, yomon chiroyliqga qara. Lekin, qiz bola, mening birodarimga ko'ngilvoligini to'ydirmay bildirib qo'yibdi. Shuning bilan mening birodarim fursatni ching tutib, qizning opasi bilan xupiyani ko'rish maslahatlashib, to'y olgan kuni eliq chiroyli qizni o'z xotinlik qilibdi. Eliq qizning bir hadisi bor ekan-ku, eliq do'stiga apirib, almashtirib, ishni o'g'lab yelib kelganga balam. To'liq quruq gap qilmang deyman. Men qara balam. Bu xotin kishi deganni qanchalik hurmatlasak arziydi. Bulan bildingmi? Chunki bu xotin kishi deganga biz onamizga erkilgandek erkilaymiz. Shu emas, bolamizni erkilatgandek erkiltimiz. Mana mushlarning hammani mush bichar mazlumlar ustiga kelib, yana sen bilan bir umr o'y tutdi emasmi jinim balam? To'g'ri dedinglar Samitxon, to'g'ri dedinglar. Ey balam, uy kirib, xapomangli xotin deb azroq erkiltib qo'ysang, bu xotin kishi deganmi qara, eqmi. Azroq issiqni ko'rib qolsa, michida erkildi demasmi? Shu. Jura balam, kirib, xapomangli deb qo'y. Bu savallik rasman deyapti. Undan men kirib, ikki qiz chiroyli gap qilib, uni apnish olay. Bo'ladi. O'ylab kiringlar. Ey yosh bolaniz. Men taqo, yurtga yuzimizga seriq tushmasdi kelgan-ku. Mana bir muncha navirlik bo'lib ketdi.
Atigi yana mush tuproqning qo'yniga kirib, yatimiz danglar. To'g'ri deding Samet ağa. Ey Mehmet ağa, bu odam o'lmasa, bu umrda jiq ishlarni ko'radi ekan emas bu. Hoş günüge ulaştığımızga mı? Elime 100 bin şükür deyim Samet ağa. Ne buraderlerimiz yaş ketemez mi? Onu bir demanglar, onu bir demanglar. Oy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ayşem hacam, azı hacamlar yaxşıdır. Yaxshi, u uyda midirlabda yurdi ku. Voy, mush uyning ishi faqatda tugmaydi ekan ku. Tugmaydi. Mush bu so'g'davundan otlab chiqib, ha qarsinglarni bir yo'qlab kelaman deyman. Lekin mush faqat vaqt chiqaraman dedi. Rahmat. Bugun işte vallahi kilimizda ekan. Ko'ktar tukundan 2 tal savza kirib, bir tovoq osh etay deb milshib. Masla. İşlavaz bizde Adamxon. Baland o'nliq ayoldi hamda yoshda tul qoldi chu hamda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kela. Masala bu bizim mahallega xizmat tushgan kadrlığı deyim ha. Mushballar shu, Mehmet ağa mushballar shu. Bu balla kelib bizning mahallimizga. Nurg'ulliga yaxshi qo'laylik, yaxshi ishlarni qilib berdi juma. Shu. Biz ikkimizning o pensiya puli bor ekan. Qanday qilmasin bir kapolatga ekanmiz. Lekin mahallimizga nurg'ulligan qiyinchilik va oilalar bor. Masalan, alaylik Fatamxon, Fatamxonning tatqiday kashu qila dedi va yordam qilib qo'yinglar. Biz mo yordam qilyapmiz, qo'lim qo'shni bo'lgandan lekin doim qilib bo'lmaydi ekanmiz. Oy aka, Fatam hacamning to'van kapolat turmush rasmiyatini yuqoriga yo'lladik. Oy, yaxshi, mana yaxshi. Ondan so'ng 6-binotga Riyanixon opanglarga qarab qo'yinglar. Uning Samet bu sene başı bizim mahalledeki cemiki toluxotlarla mahfilişemsiz deyim ha. Oy, xotirjam bo'lsa aka, mush tavayimizdagi Fatam hacamning to'van kapolat turmush rasmiyatini, Riyan hacamning bolasining xizmat ishini, O'shir hacamning o'g'lining uy masalasini, Ayzim hacamning qizining o'qish pulini ish qilib, mush tavayimizdagi oilasi qiyinchilik va kishilarning qiyinchiliklarini asosiyatdan bir qur hal qilib bo'ldik. Qarsinglar bu yoq o'tib qapsizlar. Ammo Nuruzmi gap qiladi emasmi? Shu biz maslahatlashib, mush tavayimizga omma bilan birga Nuruz faoliyati o'tkazaylik deyishgan to'q. Undan keyin sizlar bilan bir hamsuhbat qilg'ash, bir muvofiqroq yaxshi maydon chiqib qolamki deb chiqishimiz. Voy, bala o'yinchilar. Fikrlarim. Sizning bu xizmatingni aldirashgan. Bo'pti, xizmatingni bo'lib bo'langlar. Biz mo endi ancha yordam qilish bilan maslahatlashmaymiz. Bo'ldi. Undan sonra biz mangash turaylik. Yana aqasinglarning qish kelib maslahat olamiz. Apa dishparastlar. Bo'ladi. Yaxshi qilinglar. Qizim Fatamxon unutib qolmang. Voy. Ey Samet ağa. Ey Mehmet ağa, mana. Bir kun mana shunday kulib qo'shal o'tsak, bir kun g'animat degan. Shu emasmi? Agar og'riq sizlar qo'yib yetib qolgan bo'lsa, qanday qiladi? Shuningga shu oyog'imizdan shamol o'tib turganiga shukr qilaylik juma Mehmetdan. To'g'ri dedinglar Samet ağa, to'g'ri dedinglar. Voy, Samet ağa. Ma tamoqni tuzini tetavasizlar. Ko'rdingmi? Voy. Ma xotin qayrig'anda tomoqning tuzini tetayolmas bo'lib qoldi deyman. Bugungi kunda biz Qarmayda iftixorlanib turib bir yigitning nomini tilga olamiz. U bo'lsa-mu xabarlarda bosh personaj bo'lib ko'pchilikka tanilgan mamlakatlik texnika mahiri, millatlar ittifoqligidagi namunchi shaxs. Jungo Nefit tabiiy gaz bosh shirkati darajalik birdan-bir Uyg'ur texnika mutaxassisi Ro'za Muhammad Boqiy. Barakallah, ishlaringiz nusratlik bo'lg'ay. Kindik qanimiz tökülgen qarmay sende acayip möcüze boylik ecdadımızның tarixingen qarmay bugünkü kunda shuncha nurluqsan
Osmoningda biz parvoz qilib qarmay urg'ib tur edik sana iftixor güzel makonsan pokiza qarmay kecham kunduz ishlaymiz sana sen uchun armay mayli bahorda mayli tuzda bag'ringga qonmay kecham kunduz 30 o'g'il biz qo'g'daymiz armay suyumlik ana ana makanim güzel qaramay qarmay qarmay mikris güzel shaharsan qarmay ilhamga boysan cho'lda kulib turgan guharsan Gecem gündüz işleymiz sana sen üçün armağan Meli baharda meli dumuzda bağrınga kanmay Gecem gündüz 30 oğul biz qo'g'daymiz harmay Suyumlik ana ana makanim güzel qaramay qarmay qarmay mikris güzel shaharsan qarmay ilhamga boysan cho'lda kulib turgan guharsan qarmay mikris güzel shaharsan qarmay ilhamga boysan cho'lda kulib turgan guharsan Qaramayli. Biz bayatın yağı yaxshi tilaklarimizni, anandiki mush azizona yurtimizningki taraqqiyotini so'zlayapmiz. Shunaqo? Lekin men shuni o'ylab qoldim. Mushu taraqqiyotlar, mushu olg'i bisishlar meningcha qaramaydiki, ma'rifdan orib qarg'il bo'lmaydi-ku deyman. Albatta, Qaramay o'z navbatida fan ma'rif ishlarga alohida ko'ngil bo'lib kelayotgan yurtlarning biri. Shunga bu yurtda tarbiyalanayotgan farzandlarimiz har jihatdan mukammal, tal to'kis tarbiyalanadi. Baxtiyor cho'ng bo'ladi. Bo'ldi tegi yurtimda shuncha katta bir mashrab chimiz tillar shodliqqa qizib kelsin bu mashrab do'stlar mashrabga boraylik Aşk
Xo'sh, hurmatli Mashrab akli, hurmatli yigitbeshi, Mayra, bayatdim men bizniki bir necha peshqadam ustozlarimiz bilan bir paranglashib qoldim. Ularning deb birishicha, ular shu yurtimizdagi pensiyaga chiqib, pensionerlardan tashkillangan bir muqam ansamblening san'atkorlari ekan. Lekin bularning kasbiy san'atkor emas ekan. Shuningga bir to'liq bir tushuncha anglab olsa qanday? Undaq bo'lsa biz pensionerimiz G'alib To'xtakini buning tushuncha berishga taklif qilsa qanday deysiz? Şehrimizdeki peşqadam işçi hizmetçiler demilishga chiqqandan keyin o'zlarining ma'naviy turmushini beytibli qolmasdan balki munosabatli o'rinlarning qo'llashi bilan o'zligidan pensionerlar muqam ansambli bo'lib tashkillanib, yaqinliq naqshi musiqalari orqali Qarmay xalqiga ma'naviy zo'q bag'ishlab kelmoqda. Xo'sh, hurmatli yigitbeshi, bo'lsa yana qandaq talab fikrlar va biz o'rinlaydigan bo'lsa desangiz, bijandil bir o'rindab ketsam men yugurib yurib. Qarmayda tug'ilib, cho'ng'ilib, har qaysi saflarda ishlayotgan shoirlarmi sorunimizga kelibdi. Ularning qandaq o'tliq misralari bor ekan, jamoatning huzuriga sunsak qandaq? Albatta bo'ldi. Qani Mashrab akli nima deydi? Rahmat. Qani alqishlar bilan kutib olaylik.
60 bahar 60 yaz. Yüreklerdeki ısı. Barxallarning taktida qoldi sonsiz tiniqlar. Ko'ngil degan osmondek shuncha suzuk, shuncha ot. Qadoq bosgan qo'llarda misol orzularim. Qissi so'zlar har bir tosh, har bir chechak, har bir gul. Yulg'unlarning birgida yaltiraydi muhabbat. Tonglar bilan sirdishib, charchimaydi vishkilar. Mehr tutgan bu zemin söygülerge vaylar. Ay tüneydu her akşam Maybulak'nın közüde Selim bovay küyleri Söyündürer dillani Elip giler şamallar Hitlerini anamның Ümit digen her kaçan Qeyrididu yıllani Mihnet geçte ecridin Runak tapdi bu makkan Ahli oygak insanga İgiz emes tahdavan Pichirlishar gulshanlar Gulshanlarga tinimsiz Mavj urar to'lqinlar To'mirlarda halol qon Qutlani suyudu Nefçinin nakşisi Ötmişini eslişip Fəxirliner bovayla Kümüş kəbi akçaşla Şaydı dur'nın Öz bəxtidin suyunup Külüşüdü olayla Diven kızla közüdek Cimırlaydı yıldızlar Səbilənin şadlığı Uçar köknü asmanını Şeytan keriş oyğandı Süt uykudun tolğunup Bu oyğunuş Bu külüş Tan kaldırdı cahanda Şıldırılğan süzük su Oyğutudu hislarını Yigitlerinin çehride Urğup turar casaret Köl boyida cüp gelde Sınıp gider utqa Kucaklarga patmaydı Söygü vapa diyanet Mikri illik bu yurtның Tudiyardı tuprıqi Amet digen kelgünsel Işiklerden patmaydı Et üçün eytilgan Meşrep küyü yıqımlıq Yaxşı tilek, yaxşı oy Bəxtlərgə başlaydı Tutuşup nigarım bilen Birip kaldım yolgun tüvege Kol tutuşup nigarım bilen Birip kaldım yolgun tüvege Kızıl renklik yolgun çiçeği Okşap gitti yanın livige Kızıl renklik yolgun çiçeği Ukşap gitti yanın livige
yallaya Küngüllerde akızıp tanlar Güllüm hergiz ketmigin unutup Kurrap turgun yulgun edini Güllüm hergiz ketmigin unutup Kurrap turgun yulgun edini Mendin rencip kessem mucrak Eske algın yulgun tüvini Mendin rencip kessem mucrak Eske algın yulgun tüvini Eske algın yulgun tüvini Qarmay haqiqiy ta'riflarni bir son mashrab emas, necha son mashrabda so'zlasakmi ozlik qiladi. Chunki 60 yillik taraqqiyot jarayonida Qarmayning qo'lga keltirgan shon sharifi olamshumul natijalar oz emas. Qarmay shahridagi barcha fuqarolar oldi bilan inoqlik, ittifoqlikni birinchi o'rin qo'yib kelgachga, mana 60 yildan buyon hamma mo'rini mo'riga tirab, do'stona, qarindoshlarcha illiq bir makon barpo qildi. Mirshab Tariflerimiz müşagici bolsa, xo'sh, endi biz mashrabimizning kun tartibi bo'yicha gulchay marosimimizni o'tkazib olaylikmi? Albatta bo'ldi. Qanamisa yigit peshini teknik taklif qilamiz gulchay marosimini o'tkazib berishga. Mana marhamat yigit peshi. Bizning kelar qitimliq mashrabimizni olgan o'rinning vakili xizmat munosabati bilan mashrab naq maydoniga yetib kelmadi. Lekin ko'pchilikka bo'lgan sevinchlik salomini jahannama orqali yo'llabdi. Xo'sh, qani hammamiz diqqatimizni jahannamaga beraylik. Assalomu alaykum ko'rarmanlar. Özümüzün köylerini halkımıza sunuş için hizmette buluvatkan Özgü Stüdyosu'nun köpçülük salam. Uyghur televiziya programmaları içinde 13 yıldan beri xaslık bilen işinip kelavatkan meşrep programmasının 150. növetlik meşrepçiyi bizning Özgü Stüdyomuzga nasip oldu. Ben bu münasebette 30 oğul 9 kızını meşrepçiyi içişki teklif kılıman. Hürmetlik Mirşap, hürmetlik riyasetçi. Ekran aldıda ottağan el cemaat. Meşrep Gülçey'nin koldun kollağı ötüp, bugün Qarmayda bu meşrepnin ötküzüşki nisip boğallıqıdan ben intayın ittiharlandım. Bugünkü meşrep intayın kalbilik ötküzüldü. Kiyinki qatimlik meşrepnin teximi dağdığılık, teximi kızgın ötküzülüşünü çin kalbimden ümit kılıman. Köpçülük rahmet.
Bugungi kunda yuksak taraqqiyotli madaniy shahar qurilishi bilan ko'pning diqqatini tortib kelayotgan Mardoni Qaramay Yangi Jungo qurilgandan buyon charlab o'zlashtirishda bayqalgan eng cho'ng neft bazalarining biriga aylandi. 60 yillik taraqqiyot, 60 yillik o'zgarish jarayonida Qaramayda mislsiz qahramonlarning hikoyalari yozildi. Qaramaydan iborat bu suyumlik so'z qaramayliqlarni emas, butun ahli jamoatni suyundiradigan, o'ziga jalb qiladigan ism. Xo'sh, endi biz Maybulaqdagilarning orzusi mujassamlangan tuvandagi nomerdan birlikda bahralanamiz. Thank you.